Bugungi kunda ayol kishilar nimaga qadrsizlikni his qilishyapti? Qadrsizlik o'zi qayerdan keldi? Muammo bormi? Ildiz bor deyman har doim, chunki qayerdadir bu narsa shakllanib qolgan. Ayol kishi o'zini qadrsiz qayerdadir his qilib qolgan va bunga doimo kurashib yashaydi. To bu narsa muammoni hal qilmaguncha, yechim bermaguncha. Endi bu narsada nima bo'ladi? Birinchidan tashqaridagilardan qidiradi qadrsizlikni va bu narsa oldiga kelaveradi. Erkak kishi oldida o'zini qadrsiz hisoblab qoladi yoki farzandlari oldida va o'zini o'zi qadrlamaslik ham aynan shunga sabab bo'lib qolishi mumkin. Demak, bu o'zi aslida ildizga borib taqaladi. Qachonki biz ildizni yechimini topib olsak, nimaga o'zi qadrsizlikni his qilyapti? Qayerda bosimga uchragan? Bu bosim nimani ayol kishini qanaqa himoya qilyapti? Qaysi darajada himoya qilyapti? Oldin ildizni topib olsak, bu narsaga yechim bera olamiz. Qadrsizlikka bitta yechim beramiz. Ya'ni aytdim, muammo ildizga borib taqaladi. Ildizda qaysi payt qachon bo'lganini aniqlash kerak dedim va bunda o'sha qaysi paytda shu qadrsizlikni his qilib qolgan bo'lsa, yana voqealar takrorlanadi. Takror va takror sodir bo'lgandan ichida nafrat ko'payib ketadi ayol kishining. Qancha nafrat ko'paysa, faqatgina shu nafratga qaratiladi-da. Bizni energiyamizga ham qaratmaymiz, o'zimizni kiyinishimizga ham, ruhiyatimizni ko'tarishga ham yoki o'zimizni ustimizda ishlashga ham qaratmaymiz, faqat nafratga qaratamiz. Ya'ni ehtiyojimiz nima edi? Ehtiyojimiz qadrlanishimiz edi, keraklilikni his qilishimiz edi va bizni doim shu narsaga uchratib kelgan nafratlar bizni ichimizda qolib ketgani sababli faqat shu nafrat og'rig'iga qaraymiz. Nafrat o'zi nima? Nafrat bizni ko'tarib yurgan yukimiz. Agar bu yukdan xalos bo'lmas ekanmiz, bu yukni har doim ko'tarib yurar ekanmiz, biz o'zimizga e'tiborni, atrof muhitga e'tiborni, munosabatni yo'qotib qo'yamiz. Qachonki biz shu nafratdan, ichimizdagi nafratlardan qutulsak, demak o'zimizni ruhiyatimiz ko'tarilishni boshlaydi, ya'ni yengillikni his qilamiz. Bu yukku, yukni agar tashlasangiz, siz yengil his qilasiz. Qatingizdadir ozgina og'riq paydo bo'ladi, bu lekin o'tkinchi og'riq. Ya'ni o'sha ildizni hal qilganimizda, yechim berganimizda ozgina og'riqli bo'ladi, lekin bu o'tib ketadi. Faqatgina mana shu og'riqni qo'yib yuborish kerak. Nafratni qachonki ichimizdan tozalasak, biz boshqa narsalarga e'tiborni qaratishni boshlaymiz. Ya'ni nafratni o'rni bo'shliq bo'ladi va bo'shliqni sevgi, muhabbat, minnatdorchilikka beramiz. Shundagina biz o'zimizni qadrlashni boshlaymiz va o'zimizni qadrlashni boshladik, atrof muhit bizni qadrlashni boshlaydi. Ya'ni qo'rquvdan, xavotirdan qutulamiz, nafratni olib tashlaymiz va o'rnini sevgi, muhabbat va minnatdorchilikka beramiz. Shunchaki muammo hal bo'ladi.